Anatomiya darsiga qatnashish va jasadlarni, hayvonlarni tajriba materiali qilish. Savol. Assalomu alaykum. Bir saboqdoshim tibobat kasbida o'qiydi. Ularning deyishicha, ular doim jasadlarni va hayvonlarni tajriba materiali qiladi ekan. Masalan, to'shqon, chashqon, paqa, it degandek tajriba materialida jasad va hayvonlarning qornini yoradi ekan. Hayvonlarni narkoz qiladi ekan. Ba'zida narkoz yaxshi qilinmasa, hayvonlar nihoyat qiynalib ketadi ekan. Hayvonlarga har xil dorilarni sinoq qiladi ekan. Agar xato sinoq qilinsa, o'libmi qoladi ekan. Islomda jasadlarni va hayvonlarni mushundoq tajriba materiali qilishning hukmi nima? Yo'l ko'rsatgan bo'lsangiz. Yana bir savol. Men Ishkarda bir oliy maktab o'quvchisi. Meyitlarni yerib, a'zolarini elib dars o'tyotidi. Buningga menmi qatnashaman. Bu dinimizga uyg'unmi? Yana bir savol. Klinikada o'qiyotganlarning odam badanining ayollarning anatomiya darsiga qatnashishining hukmi nima? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlarga, ashabalariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Tibbiy maqsadda olib beriladigan jasad yerish, anatomiyalik tajribalardan anzillarni aniqlash, kasallikni davolash, o'gitish va o'lik yoki tirik yana bir insonning tini va organlaridan foydalanish qatorliqlar ko'zda tutiladi. Oyat va hadislarda jasadlarni tekshirishni harom yoki muboh deydigan keskin hukm kelmagan. Lekin islom fiqh kitoblarida murojaat qilganimizda ilgirki fuqarolarning jasadlarni yerishga munosabatli hukmlarni ko'ra olamiz. Anatomiyalik tekshirishda bu hukmlarni asos qilishga bo'ladi. Masalan, meyit ayolning qo'rsqidagi hayot balani chiqarib olish uchun qo'rsqini yerish masalasida Hanbali mazhab olimlari bo'lmaydi deb qaragan bo'lsa-mu, ko'pchilik olimlar balaning hayot qilish imkoniyati bor deb qaralgan ahvolda buniga ruxsat qilgan. İmam İbn Hazm homillar o'lib qolib, qo'rsqidagi 6 oydan halqagan bala hayot bo'lsa, ayollarning qo'rsqi uzunisiga yerilib bala chiqariladi degan. Fuqaholar yana o'lishdan burun qimmatli go'harlarni yutib olgan meyitning qo'rsqini mirosxo'rlarning va go'harning egalarining haqqini qo'g'dash uchun yerib, ziyon tortishning oldini olinadi degan. Anatomiyalik tekshirishlar shar'iy hukmni belgilashda yuqoridek muhim rol o'ynagan bo'lsa, ulamolarning deyishicha, u yana inson tan qurilishining inchikliklarini tushunib yetishdan iborat, texmi ulug' g'oyaga yetkazadigan bir yo'ldan iborat. Chunki Alloh taolo o'zinglardami Allohga chin e'tiqod qiladiganlar uchun alomatlar bordir. Zariyat surasi 21-oyat. degan so'zi orqali inson anatomiyasini tadqiq qilishga, tafakkur, mulohaza qilishga buyurgan. Demak, anatomiyalik tekshirish va tadqiqotlar iymonni mustahkamlaydi. Allohga chin ishonishga olib boradi. Atoqliq faylasuf va tibobat olimi Imom Ibn Rushdning mundoq deganligi naql qilingan. Kimki anatomiya bilan shug'ullansa, Allohga bo'lgan iymoni kuchaydi. Chunki badan a'zolari badandagi to'qilmalar va ularning bog'lanishlarini, ustixonlar va ularning puxta qurilishini, muskullar va paylarni, yurak va uning ajoyib qurilmasini, o'pka, jigar, yurak va miyani tunish, bularning hammasi iymonga olib boradi va kishini yo'qdan bor qilgan hikmatlik, mehr-shafqatlik ajoyib bir qudrat egasining, ya'ni Allohning qudratiga hang-tang qoldirdi. Razi, Ibn Sina, Ibn Nafis va Zahrani qatorliq atoqli musulmon tibobat olimlari anatomiya ilmini bilgan va a'zolarni, ustixonlarni, kasalliklarni tafsiliy bilish uchun anatomiyalik tekshirish va tadqiqotlarni olib borgan. Ilm-fan tarixiga qaraydigan bo'lsak, Hasan ibn Haysam yo'riqliq, optika ilmini tajriba qilish jihatda yo'l boshlab ma'gan olimdir. U ayni chog'da ko'z anatomiyasi va ko'zning har bir parchalarini va ularning vazifalarini xuddi bugungi kunda biz bilayotgandek nihoyat inchik sifatlagan. Hamda tibbiy taraqqiyot favqulodda ilgirlagan hozirgi asrda bo'lsa, olimlar jinoiy qilmishlarni aniqlash yoki vaboning oldini olish maqsadida jasadni yerib tadqiq qilishning joizligida birdek qarashda bo'lsa-mu, lekin inson jasadini tibbiy tadqiqot maqsadida yerib tajriba qilish masalasida olimlar ikki xil qarashda bo'lgan. Bir guruh olimlar hayvonlarni tajriba qilsa, bu sohadagi boshliqni to'ldiradigan bo'lg'achqa, inson jasadini tibbiy maqsadda tajriba qilishga bo'lmaydi. Bu Janobi Alloh izzatlagan insonning haqqi hurmatini dafsanda qilganlik, badanini qalamqon kesib azor berganlikdir. Chunki o'likning hurmati tirikning hurmatiga o'xshashdir.
Hadisda insonning so'ngak ustixonlarini meyit holatida chiqish hayot vaqtida chaqqanga o'xshashdir deb kelgan. Bu sohadagi ehtiyoj hayvonlarni tajriba qilish bilan qamdilib ketadi deb qaragan. Bu qarashdagilar orasida Shayx Muhammad Najib al-Mutii qatorliq olimlar bor. Ko'pchilik olimlar tibbiy maqsadda inson jasadini tajriba qilishga bo'ladi deb qaragan. Bu Shayx Yusuf ad-Dajaviy, Shayx Hasanayn Maxluf, Mavdudi, Sha'raviy va G'azali rahmatullohi alayhilarning, shundaqla Misr Azhar Fatva komiteti, Saudiya Arabiston katta olimlar hay'ati, Makka mukarramadagi Islom fiqh akademiyasi qatorliq organlarning qarshidir. Qiyos jihatdanmi qo'rsoqdagi balaning hayotini qo'g'dash uchun onasining qo'rsoqini yerib chiqarib olish joiz ham vojib bo'lganidek, insonlar hayotini saqlash uchun tibbiy tadqiqot maqsadida meyitning jasadini yerishmi joiz bo'ladi. Ikki manfaat bir-biriga zid kelib qolsa, eng kuchlisi oldingi o'ringa qo'yiladi. Ikki ziyon bir-biriga zid kelib qolsa, eng ig'ridan saqlanish uchun eng yengili qo'llanadi degan shariat qoidalariga asosan, inson jasadini tibbiy maqsadda yerib tadqiq qilishda ba'zi bir ziyonli taraflar bo'lsa-mu, qarshisida uni besib tushadigan manfaatlarimi bor. Jasadni tibbiy maqsadda yerib tadqiq qilishdan keladigan manfaat butun ummatga foydali umum manfaat hisoblanadi. Chunki bu orqali tibobatni o'rganib, uning vositasi bilan insoniyat jamiyatidan nurg'un kasallik og'riqlarni yengillatgili, oldin olg'ili bo'ladi. Demak, inson jasadini tibbiy maqsadda yerib tadqiq qilishning hayot insonlarning hayotini, mol-mulkini saqlashga foydasi bo'ladi. Undaq bo'lgan ekan, hayot insonlarning manfaati o'liklarning haq-hurmatiga qaraganda oldingi o'rinda turadi. Chunki uning foydasi taxmi umum bo'ladi. Ammo jasadni yerib tekshirishni rad qilishdan keladigan foyda bo'lsa, faqatla meyitga yoki meyit aholisiga chetishlik xos foyda bo'lib, ikki manfaat bir-biriga taqishib qolgan ahvolda yerib tekshirishdan iborat ko'pchilikka umum insoniyatga foydali bo'lgan foydali tarafi ig'ir besib, buning uchun xos manfaat qurbon qilinadi. Musulmonlardan bir qism kishilarning tibobat ilmini egillashi, tibobat ilmi bilan shug'ullanishi shariat tarafidan ummatga vojib qilingan bo'lg'achqa, tibobat ilmini egillash jasadni yerib tadqiq qilishsiz mumkin bo'lmaydiganligi uchun shariat tibobat ilmini jasadni yerib tadqiq qilish orqali egallashni vojib qilgan bo'ladi. Doktorlarning ta'kidlashicha, doktorlik ilmini to'liq egallash uchun o'quvchi jasadni yerib tadqiq qilishga muhtoj. İnsan jasadlarini tekshirish o'rniga hayvonlarni yerib tadqiq qilish bu boshliqni to'ldira olmaydi. Chunki inson bilan hayvonlarning jismlari o'rtasida farqlar mavjuddir. Tibbiy maqsadda jasadni yerib tadqiq qilish insonning izzat hurmatini dafsana qilganlik bo'lmaydi. Chunki ishlar niyatga bog'liq. Bekordan bekorga yoki dushmanlik qilish maqsadida jasadni yerish albatta haromdir. Ammo insoniyat hayotini qo'g'dash, kasallarni davolash uchun harom bo'lmaydi. Yuqorqilarga asosan ko'pchilik olimlarning qarashi tarjih qilinadi. Ammo jasadni tadqiq qilishda bir qancha ishga diqqat qilish lozim. Birinchi, jasadni tadqiq qilinadigan meyit hayot vaqtida o'zi yoki o'lib ketgandan keyin oilasi tomonidan tadqiq qilinishiga ruxsat qilingan bo'lishi kerak. Ikkinchi, jasadni tadqiq qilishda tibbiy tadqiqot uchun haqiqiy ehtiyojdan ortiqcha ishlar cheklanadi. Shundaqla jasadni xorlashmi cheklanadi. Hayvonlarni tajriba sohasida ishlatish masalasiga kelsak, islom dini hayvonlarga mehr-shafqat bilan yaxshi muomala qilishga buyurgan. Qiynab, urib, azoblashdan bekordan bekorga o'ldirishdan to'sgan. Tibbiy sohada dori ta'sirini bilish va operatsiyalarni muvaffaqiyatli olib berishda odatda chashqan va shunga o'xshagan hayvonlar tajriba qilinadi. Hayvonlarmi dunyodagi o'simlik, ma'dan va tog' daryolar qatorliq barliq narsalarga o'xshash Alloh tomonidan insonlarning foydasi va xizmati uchun yaratilgan bo'lg'achqa, zaruriyat tufayli hayvonlardan insonlar manfaati uchun foydalansa bo'ladi. Alloh taolo mundaq degan: "U zot zamindagi barliq narsalarni sizlarga yaratib bergan zotdir." Baqara surasi 29-oyat. İnsanlarning kasallarni davolash, kasalliklarning oldini olish, hayotini qutqizish hayvonlardan tibbiy tajribalarda foydalanishni taqozo qiladigan bo'lg'achqa, hayvonlardan turli tibbiy tajribalarni olib berishda foydalanishga bo'ladi. Alloh taolo hayvonlarni insonga bo'ysundirib bergandan keyin, uningdan insonlar manfaati uchun tibbiy tajriba va shunga o'xshagan shaklda foydalansa bo'ladi. Oxirgi ikki savoldagi erlarning ayollar anatomiya darsiga, ayollarning erlar anatomiya darsiga qatnashishining hukmiga kelsak, hozir doktorlik kasbida o'qiyotgan qiz-o'g'il o'quvchilarning dastlabki yillarda har ikki jinsning anatomiyasini puxta egallash, tajriba yetildirish va ilmiy ulsilish
imtihonlardan o'tish, shundaqla doktor bo'lish uchun er va ayol anatomiyasi darsiga qatnashishi zarurdir va buningga majburdir. Bu dunyoning har qaysi joylaridagi hozirgi amaliy ahvol bo'lib, doktorlikda o'qish va doktorxonalarda praktika qilish tuzumlari asosan g'arb odatlari bo'yicha bo'ladi. O'quvchilar buni o'zgartirolmaydi. Endi buning hukmiga kelsak, shariatda avratga qarashning haromligi hammaga ma'lumdir. Bu haqda oyat va sahih hadislar kelgan. Er va ayolning avrat doirasimi shariatda aniq bekitilgan. Bu umum hukm qarshısida davolash doirasida ruxsat qilgan sahih hadislarmi kelgan. Sahoba ayollardan Rubayyi binti Muavviz radhiyallohu anhuma mundaq rivoyat qiladi-ki, biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan g'azotga chiqib, jangchilarga usullik berib, ularning xizmatini qilatdik. Yardallarni va o'lganlarni Madinaga qaytarib olib ketatdik. İmam İbn Hajar mazkur hadisning sharhisida bu hadisda ayol kishining yot erni davolashi va zaruriyat jihatdan joiz ekanligiga dalil bor degan. Ulamolar zaruriyat jihatdan ehtiyojdan oshirib o'tmagan asosda avratga qarashga bo'lganligini ta'kidlab mundaq degan. Agar bir ayol og'rib qolib, uni davolaydiganға er doktordan boshqasi tepilmasa, u ayolning qarashga ehtiyoj bo'lgan yerlariga qarashi joiz bo'ladi. Er kishini davolashdimi shundaq. Agar bir er og'rib qolib, uni davolaydiganға er doktor tepilmasa, u erning qarashga ehtiyoj bo'lgan yerlariga qarashi joiz bo'ladi. Demak, olimlar doktorlik va davolash uchun avratga qarash ehtiyoji bo'lsa, zaruriyat jihatdan joiz deb qaragan. Yuqorqi hadislar va ulamolarning bayonlarini hozirgi amaliy ahvolga tatbiqlaganimizda, doktorlik kasbida o'qiyotganlarning har ikki jinsdagi jasad va modellarning anatomik darsiga qatnashishi zaruriyat jihatdan joizligi ma'lum bo'ladi. Ayol doktor topilmagan ahvolda er doktorning ayollarni tekshirishi va davolashi joiz bo'ladi. Shundaqla sestralik kasbidimi erlarning erlarga, ayollarning ayollarga sestralik qilishi, ular topilmaganda hadisda ko'rsatilgandek ayollarning erlarga sestralik qilishimi joiz bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom 76 numberlik fatvo.